ishxonada o'g'rilar ketdik. Bolalar nima qilyapsizlar? Nima bu? Qalib. Bu o'zimizda sotuvda bor-ku, nima qilasizlar buni o'g'irlar? Siz nima qilyapsiz? Nima bu? Tosh o'g'irladim. Nima qilasiz toshda? Uyim tosh qilaman. Ha bizda sotuvda bor-ku bu ham. Siz nima qilyapsiz? Nima bu? Retsept o'g'irladim. Nima qilasiz reseptsiz? Biznes qilamiz. Biz uchamiz sherimiz. Shu pinnikka tosh chiqarib biznes qilamiz. Ha bizda bu sotuvda hamma narsa bor-ku. Yuringlar, ofisga kiramiz. Siz qolib o'g'irlayapsizlar, buni joyiga qo'yaylik buni. Bu bizda sotuvda bor, ishlab chiqarish, hamma narsani o'rgatamiz. Siz tosh o'g'irlayapsizlar, toshlarda mana hamma narsa bor. Siz retseptni, retsept so'ranglar. Hamma narsa bor bizda. Sotuvda bor, qaranglar toshlarda 200 xildan o'sha ranglari bor. Biznesda o'rganmoqchi bo'lgan akalar, bizda qoliplar sotuvda bor. Uyimizni sirtini nima bilan qoplaylik desanglar, toshlar bor bizda. Hamma narsa sotuvda bor. Kesaklar, обучение bor. 3 kundan 10 kunga davr. Yotoqxona, yema-ichma hamma o'zimizdan.